Sizni bilmadim lekin men hayotim davomida bunaqangi darajadagi eksklyuzivniy o'rnatilgan chiroq joyini endi ko'rishim. Shundoqqina oporniy diskani orqasi, granatalar yoki boshqa sxem bilan turadigan joyi shundoqqina tepa qismiga chiroq o'rnatilgan. Albatta bu off-road vaqtida avtomobilni haydovchisiga yordam berishi uchun bu o'rnatilgan. Bilishim bo'yicha ko'ryapsizlarmi? Oldin bamferga yoki silovoy uстановкаларga yoki tepa qismiga o'rnatilganini ko'rardim, lekin ходовой частиga o'rnatilganini endi ko'rishim. Siz nima deb o'ylaysiz? Oldin ko'rganmisiz bunaqangi darajada eksklyuziv holatlarni? Ko'ryapsizlar, juda ham murakkab ishlangan ходовой qism, albatta Fox har doimgidek usulinniy bu yoqda patrelniklar qo'yilgan, ya'ni plastik emas va bitta narsaga ahamiyat beringlar. 40 g'ildirak, 25 g'ildirak. Ma'lumot uchun R22 diski Chevrolet Tahoe'ning bu yoq tomonda esa eksklyuzivniy off-road yo'llariga moslangan Yokohamadan bo'ladi. X va MT, ya'ni off-road yo'llariga, murakkab off-roadga qo'shimchasiga bitlockli diska bilan bitta ko'ramiz. 40 R17, ya'ni 17 diska. Bu yoq tomonda esa 285 edi adashmasam R22 ga. Agar bu borada ham bizning xizmatimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. O'zingizlarga xarid qilib olib bergan avtomobilimizni qayta takomillashtirib, off-road uchun yana biz tayyorlab beramiz. Va qo'shimchasiga eksklyuzivniy Telegram kanalimiz bor. O'tib olib, batafsil inomarkalarning kunlik narxi, batafsil ma'lumoti, rasmlari bilan, bojxona to'lovlari bilan tanishib chiqsanglar bo'ladi. Havola profillar albatta yuqori qismida bo'ladi.